Endilikda san'atkorlar va boshlovchilar uchun yangi soliq tizimi joriy etilishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, 1-sentyabrdan boshlab konsert tomosha sohasida faoliyat yuritayotgan shaxslar uchun mutlaqo yangi tartib kuchga kirishi rejalashtirilmoqda. Bu yangilik esa allaqachon san'at olamida katta muhokamalarga sabab bo'lib ulgurdi. Yangi tizimga ko'ra, qo'shiqchilar, boshlovchilar, DJlar, musiqachilar, raqqosalar va boshqa ijrochilar har bir chiqishi uchun alohida soliq to'lari kerak bo'ladi. Eng qizig'i, har bir xizmat maxsus soliq ilovasi orqali alohida ro'yxatdan o'tkaziladi. Ya'ni endi har bir sahnaga chiqish, har bir xizmat rasmiy qayd qilinadi. Agar chiqish ro'yxatdan o'tkazilmasa-chi, unda bu daromadni yashirish deb baholanadi va ijrochilar katta miqdordagi jarimaga tortilishi mumkin. Bu yangilik ayrimlar uchun tartib-intizomni kuchaytirish bo'lsa, boshqalar uchun esa qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda fikrlar turlicha. Bu to'g'ri qaror. San'atkorlarga qiyin bo'ladi. Hammasi shaffof bo'ladi endi. Bir narsa aniq, bu qaror butun shou-biznes tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.